Endi men sizlarga mana bu joyimni ko'rsatmoqchiman. Mana men ham Nodira Yakubovani mahsulotlarini fanatiman. Ishoninglar, men fanatiman buni. Mana uyimda yo'q narsam yo'q. Hamma narsadan bor. Eng yaxshi ko'radiganim soch maska, u har doim zapasda turadi. Men o'sha zapasdagini ham ishlatishni boshlabman. Bu yerda ham vannani o'zida ham turibdi. Hali ishlatilayotgani. Demak, penka maska, bu haftada bir marta o'zim ishlataman, bolalarim ishlatadi haftada 2-3 marta обязательно. Demak, mana bu mahsulotlarim mana. Hamma narsadan bor. Centella maska, bu hammasini o'zim ishlataman. Centella maska, gyaluronoviy sivorotkalarim, zatar maskalarim, sevaman o'rtoqlar. Dnevnoy krem. Kam suraman, chunki SPF sivorotka sursam, ko'pincha dnevnoy surmayman. Yuzim qurib ketsa, surishim mumkin. Так, vitamin C li sivorotka, buni ham bir surib turaman, har doim emas. Так, Centelladan даже 2 ekan. Revitalizing mask, тоже zo'r maska, buni ham qilib turaman haftada 1-2 marta. Gamajni ham haftada yoki 10 kunda bir o'lik terilarni olib tashlash uchun qilib turaman o'rtoqlar. Juda zo'r narsa, juda zo'r. Prям piling qilinganda yuzingiz zo'r bo'lib qoladi. White Glay mask, oqartiruvchi maska. Oqarish bizga har doim kerak. Biz o'zbeklar yaxshi ko'ramiz oqarib yurishni, zagar yomon ko'ramiz. O'shaning uchun ko'chaga chiqib kelsam, zagar olgan kunim обязательно White Glay maska qilib boraman. Pupa mask poralarni tortish uchun. Poralarim hammada bor, chunki poralar orqali yuzimiz nafas oladi. Поэтому pora menda yo'q degan xayolga bormaydi. Faqat u kimdadir katta, kimdadir kichkina bo'ladi. Pora bor, ba'zan pora stягивающийlarni ham qilib turaman. Tak, 3-bosqich sivorotka, bu 6S, тоже zo'r narsa. Bu ta'sirchan yuzlarga, kuperozli yuzlarga juda ham zo'r narsa. Так, Nourishing, bu ham maskalarni Ночной, dnevnoy, питательный krem. Bu ham kunduzi, ham kechqurun to'g'ri keladigan krem. Mana shunaqa. Bu narsalarimni hammasini yaxshi ko'raman. Doim zapasi bilan olib kelib qo'yaman uyga. Doim ishlatib yuramiz. Uy ichimiz bilan постоянно ishlatamiz. O'rtoqlar, sizlarga ham tavsiya qilaman. Bu, по-моему, mana anstress maskam. Juda ham yaxshi ko'raman buni. Endi bir o'zimga uyga shuni solib beraveringlar deyman. Bu тоже terini vitamin bilan to'yintirib, zo'r qilib qo'yadi, oqartirib. Mana shunaqa gaplar o'rtoqlar, enzimkalar, bubble 10 kunda bir, может 2 haftada bir qilaman, kamroq qilaman, zo'r narsa, men kam qilaman. Enzim doim qilaman, ko'rsatdim sizlarga. 2 ta enzimni qo'shib ishlatsanglar ham bo'ladi. Agar buninglar bo'lsa, bitta o'zi, buninglar bo'lsa, o'zi yoki 2 ta bo'lsa, ikkalasini ham bir vaqtda o'zida qo'shib ishlatsanglar ham bo'ladi. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Men dalsha ketdim, maskalarimni qilaman endi. Keyin qizlar doim maskalar uchun mana shunaqa kesishkanglar bo'lsin. Iloji boricha 5 ta, 10 ta yengi olib qo'yinglar. Chunki doim bu narsani yengisini ishlatish kerak. Ya'ni masalan 4-5 marta ishlatdinglarmi bo'ldi. Bu уже bakteriya yig'ishni boshlaydi. Endi baribir, chunki naturalniy vors emas, bu narsani biz tushunishimiz kerak. Naturalniy emas, даже naturalniyni ham maxsus tozalagichlarda tozalash kerak. Biz oddiy suvda yuvib qo'yamiz, o'shaning uchun iloji boricha 4-5 marta ishlatdinglarmi, otib yuboringlar-da, yengisini ochinglar har doim. Mana men yengi ochdim bugun. Va meni har doim tavsiya beradigan narsam bu mana shunaqa salfetkanglar bo'lsin. Ya'ni xo'llaganda ochiladigan yuz maskalarini mana shu salfetkalarda artishinglarni tavsiya qilaman. Va-первых, zo'r artiladi, toza artiladi. Hamma joyinglar ho'l bo'lib, suv bo'lib ketmaydi. Komfortni artib olasizlar. Bizda sotuvda bular ham bor даже. Demak, menda bugun pupa maska bo'ladi. Mana Eslisa. Bu o'zimizning belgimiz. Esli deb so'rasanglar, qizlar berishadi. Bu pupani yana ham yaxshilangan varianti, kuchaytirilgan varianti. Mana bugun mana shu maskani qilaman. Zo'r maska. Ayniqsa hidi buni dahshat. Hidini sevaman buni. Bu poralarni tortish uchun yuzni silliqlashtiradi, yana ham tiniqlashtiradi, yana ham svejist beradi. Yuzi gladki, yaltiragan, zo'r qilib qo'yadi, oziqlantirib. Более 25 kilo ozgan odam uchun, даже 26 kilo tashadim. Konkretno ozdim. Bo'yindagi yog'lar ham ketdi. Bo'yin shilvirab, ko'pchilik e'tibor beringlar, bo'yninglarga osilib qoladi, momentalni. Demak, o'sha teri sifatini yaxshilab yuramiz doimiy.
zo'r bo'lib ketadi bitta qilgandan. Bo'yinim yosharib ketadi. Mana bunaqa libidini bo'yin bo'lib qoladi deb, конечно, kutish kerak emas. Doimiy mehnat, doimiy o'rtoqlar. Maskalar ham qilasizlar, hozir maska qilmadim bu chunki pora stягивающий bo'yishi bo'yinga u kerak emas. Demak, doimiy uhud, krem, sivrotkalar, maskalar, umyvalkalar, enzim, nima qilsanglar yuzingizga bo'yinlarga ham qilish kerak. Va albatta bo'yinga qiladigan ukollarimiz ham, vitaminlarimiz ham sehrli haqiqatda. Juda yaxshi qilib beradi. Bo'yindagi dog'larni burishib qoladi bir xillarda, bilasizlar, mana bunaqa joylari burishib qoladi prям. Mana bunaqa joylar mana ko'rinyaptimi?